Garantiya berasizlarmi degani ikkinchi qismi. Birinchi qismida kasallik qaytalanadimi, qaytalanmaydimi degan savolga javob berishga harakat qilgan edik. Endi esa bu savollaringizni to'liq tushunmaganligim uchun ikkinchi qismni olyapman, ya'ni operatsiyadan keyingi asoratlar haqida. Asorat, ya'ni operatsiya qilingan joyda har xil holatlarni kuzatilishi. Masalan, yiringlab qolishi, qon ketishi, torayishi, axlat ushlolmay qolishlik va hokazo. Shunga o'xshash holatlar kuzatiladimi, yo'qmi? O'zi asoratlar ikki turga bo'linadi. Operatsiyadan keyingi asoratlar. Birinchisi erta davrdagi, ikkinchisi kech davrdagi. Erta davrdagi asoratlar bu ya'ni operatsiya qilgandan keyin 10 kun yoki 2 haftagacha bo'lgan qism kiradi. Ya'ni operatsiyadan 2 haftagacha bo'lgan qism. Kechki asoratlar esa operatsiyadan o'sha 20 kundan keyin, 1 oydan keyingi kuzatiladigan asoratlar hisoblanadi. Erta asoratlariga masalan o'sha gemoroyni operatsiya qilganimizdan keyingi yoki treshinani, paraproktitni, svishni operatsiyasidan keyingi erta davridagi asoratlarga nimalar kiradi? Birinchidan, orqani torayib qolish ehtimolligi. Ikkinchidan, orqada o'sha axlatni yoki gazni saqlolmay o'sha saqlolmaslik holati. Ikkinchidan, jarohat joyidan qon ketish mumkin ehtimolligi. To'rtinchidan, jarohat joyida infeksiya tushishi natijasida yiringli holatlar kuzatilishi mumkinligi. Asosan shu holatlar kuzatiladi. Ba'zida operatsiyadan keyinda ayrim bemorlarda qisman siydik tutilish holatlari kuzatilishi mumkin. 1-2 kun yoki 3-4 kun davomida siyishga qiyinchilik bilan siyishi mumkin bo'lgan holatlar kuzatiladi. Bu operatsiyadan keyingi asoratlar. Bunday holatlar nima uchun kuzatiladi o'zi? Bu kimning aybi deb o'ylashlaringiz mumkin. Bu hech kimning aybi emas. Bu organizmning xususiyati. Hamma bemorda xuddi shunaqa asorat 100% kuzatiladi degan joy yo'q. Bu bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar. Nechtadandir bitta holatda kuzatiladi. Masalan, qon ketib qolishi hattoki kerak bo'lsa, 1000 tadan bittada uchrab qolishi mumkin. Yoki jarohatga infeksiya tushib qolishi, yiringlash jarayonlari ham xuddi shunga o'xshash holat. Xo'sh, qonash jarohat bitayotganda o'ziga yarasha qon tomirlar qoplana boshlaydi jarohat atrofida va shunga yarasha qaysidir kapillyar qon tomirlar yoki o'sha qon tomirchalari kichikroq qon tomirlardan birontasi ochilib qolsa, o'sha joydan qon ketib qolishi mumkin. Bunday xavf bor. Bunday holatda nima qilinadi? Tezda o'z atrofingizdagi yaqin xirurgga uchraysiz va o'sha qonni to'xtadi. O'ziga yarasha qon to'xtatuvchi preparatlar qiladi. Agar o'shandan keyin ham to'xtamasa, o'sha qon tomirchani kichkinagina ip bilan tikib bog'lab qo'yish mumkin, kattaroq tomir bo'lsa. Aslida operatsiyadan keyingi selga o'xshash yiring sifat ajralmalar, sal qizg'ish sifat ajralmalarni kelib turishi bu normal jarayon. Bu hammaga uchraydi, prям nechidir foiz odamga emas, hammaga uchraydi. Jarohatga infeksiya tushib qolishi asosan immunitet bilan bog'liq. Chunki immuniteti pastroq bo'lgan odamlargagina shunaqa holat kuzatiladi. Sababiki hammani ham jarohatdan axlati chiqadi, lekin organizm o'zi kurashib o'sha infeksiya tushishini va yiringlashning jarayonini oldini oladi. Ayrimlarning immuniteti normaga nisbatan pastroq bo'lsa, yiringlab qolishi mumkin. Bu ham yechimi oson. O'sha vrachga borasiz, o'zingizni operatsiya qilib, bunga ekstreni bo'lishi shart emas, infeksiya tushib qolsa, lekin qonab qolganda ekstreni va o'zingizga eng yaqin xirurgga uchrang. Infeksiya tushib qolib, yiringlasa agar, yiringlagan holatda o'sha operatsiya qilgan vrachingizga telefon qilib oldiga borasiz va u yiringni tozalab beradi. Og'riqli jarayon emas, shpritsda tortib olar yoki ozgina bunday 0,5 santimetrcha kesib ichkaridagi yiringni chiqarib beradi. Bo'ldi. Muammo shu bilan yechiladi. Orqani torayib qolish ehtimolligi. Bu endi sal protsentda qolganlarga nisbatan sal ko'proq. 1000 tadan bittaga uchrayotgan bo'lsa, 1000 tadan 10-15 taga uchraydi. Agar kesib tikilgan usulda operatsiya qilingan bo'lsa, torayib qolish ehtimolligi juda ko'p. Lazerda esa bu jarayon kamroq bo'ladi, torayib qolish ehtimolligi. Buni ham toraygan bo'lsa, kengaytirish oson. Ya'ni barmoq bilan asosan operatsiyadan keyin 15 yoki 20-kunlardagina torayish boshlanishi mumkin. Undan oldin o'zidan o'zi torayib qolmaydi. Chunki jarohatning asosan chandiqlanishi shu paytda boshlanadi. Shu paytda o'sha vrachingizga borasiz, o'sha vrachingiz barmog'i bilan kengaytirib beradi bir marta. Bo'ldi va undan keyin o'sha torayganligiga qarab chandiqlanib toraygan bo'lsa, chandiqlanishga qarshi o'sha Contratubix masalan, shunaqa gellar surish orqali qaytadan torayish oldi olinadi. Agar axlat ushlolmaslik hissi paydo bo'lgan bo'lsa, masalan, gaz ushlashga qiynalayotgan bo'lishingiz mumkin operatsiyadan keyin, buni shunchaki mashq qilish kerak. Ko'tinda qis. Ko'tingizni qisib qo'yib yuborish degan mashq bir marta tushuntirgan edim. Xuddi shu mashqni albatta qilishingiz kerak. Hammasiga ham uchrayvermaydi. Ayniqsa gemoroyga ko'p uchramaydi, deyarli uchramaydi. Treshinada ham asosan svish va parapraktit operatsiyalardan keyin uchraydi. Ko'pchilik bemorlar o'sha operatsiya qildirdim, o'shandan keyin shunaqa bo'lib qoldi deb kelishadi. Nimaga shama qilyapsan? Bu shifokorning aybi emas. Bu aslida sizning aybingiz. Nimaga men aybim deyishingiz mumkin? Chunki siz o'z vaqtida operatsiya qildirishga bormagansiz, uzoq vaqt yurgansiz. Yiring shunday narsaki, u atrofidagi to'qimalarni yemiradi.
qo'pol qilib aytganda chiritish xususiyatiga ega. Masalan, mana svishni har xil turlari bor, aylanib kelishi mumkin. Mana bu ikkalasi sfinkter, ya'ni sizni o'sha orqangizni gaz chiqish, axlat chiqishlariga ushlab turishga yordam beruvchi bu sfinkterlar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana bu svishni yo'llari sfinkterning orasidan o'tadi, har xil. Sfinkterning orasidan o'tdimi, kesib operatsiya qilinadigan bo'lsa, xohlaysizmi yo'qmi kesilganligi uchun sfinkter qisman kesiladi va qisman axlat ushlay olmaslik hissi yoki gaz paydo bo'lishi mumkin. Mana sfinkterning ichidan o'tmagan holatlari ham bor. Bunaqada u gaz ushlashingizga ta'siri yo'q. Bunday holatlarda ham o'sha boya aytganimizdek mashq qilish orqali buni davolasa bo'ladi. Agarki yering juda ko'payib ketib, mana bu yerdagi juda keragidan ortiq uzoq vaqtlar yurganingizda mana bu yerdagi sfinkterlarga zarar yetkazmagan bo'lsa, agar bu yerdagi sfinkterlarga zarar yetkazgan bo'lsa, uni mashq bilan ham to'g'rilab bo'lmaydi. U imkonsiz. Shuning uchun sizga infeksiya tushib, paraproktid yoki svish bo'ldimi, sizga maslahatim, qo'rqqanligingiz uchun orqaga surib yurmang. Har bir kuningiz faqat va faqat sizni zararingizga ishlaydi. Shifokorning zarariga emas. Paraproktid ham xuddi shunaqa. Mana shu yerda yiringlik paydo bo'ladi. Bu yiringlagan sari, yiring ko'paygan sari sfinkterni yemira boshlaydi. Bu to'qimalarni tiklanishi qancha katta yemirilsa, shuncha qiyin bo'lib boraveradi. Kichikroq bo'lsa, hay qisman tiklanishi mumkin, lekin 100% tiklanish bu noto'g'ri, imkonsiz. Organizm uncha narsani tiklab ola olmaydi. Mana asorat, operatsiya qildirsam asorat bo'lmaydimi deganlar. Aslida asoratni ko'pchilik qismiga sizni o'z vaqtida davolashga bormaganingiz sabab. Shuning uchun kasallik paydo bo'ldimi? Albatta u proktologiya kasallik bo'lishi shart emas. Qanday kasallik bo'lishidan qat'iy nazar davolash yoki o'sha operatsiya qilish qancha orqaga surilsa, sizni tuzalishingiz shuncha qiyin bo'lib boradi. Shuncha qiyin bo'lgan narsani keyin operatsiya qildirgan vrachingizga yoki sizni davolayotgan vrachingizni ayblash noto'g'ri. O'z vaqtida boring, siz ham shunda tezda tuzalasiz. Sizlar bilan proktolog Shermuhammad Fayzullayev. Foydali bo'lgan bo'lsa, like, yurakcha. Shunda bilamiz, bizni videolarimiz sizlarga qiziq bo'lyapti deb va shunga o'xshagan videolarni yana chiqarishga harakat qilamiz. Yashirincha kuzatmang.